Aji. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mo'tabarxon, men uchar kamera loyihasidanman. Ismim Xolida. Sizni izlab mana Yakkabog'ga keldim. Rahmat, kattakon. Aha, rasmga olgandim. Mana qizchangiz. Rahmat, uncha chiroyli chiqdi. Hozir ko'rsataman. Rasm chiroyli chiqdi. Qayerdan qaytyapsiz endi? O'quvchilar uydan qaytyapti. Aha. Bugun bitta darsimiz bor edi. Instagramda ko'rib qoldim-da, matematikani juda ham kreativ, o'zgacha usulda ko'rsatarkansiz. Bunaqa o'qituvchilikka qiziqish qanday paydo bo'lgan? Ayam o'qituvchi kichkinaligimizdan matematika o'qitadi-da. Shu kichkinalikdan o'quvchilar kelib, ana shu orqali hamma shunaqa o'qitsa kerak deb kichkinaligimizda matematikaga shu orqali qiziqib ketganmiz. Qani. Boshiga majburiy o'qib, keyin hobbi, hozirga ilk kasbga aylanib ketgan. Sizga Instagramingizga, o'zingizga, umuman ijodingizga mana shu qishlog'ingizni ko'rinishidan, vibe'idan foydalanib va o'zingizni vibe'ingizdan foydalanib bitta fotosessiya sovg'a qilmoqchiman va buni ijtimoiy tarmog'imga joylamoqchiman. Qarshimasmisiz? Juda xursandman. Unda qishlog'ingizni go'zalligidan foydalanamiz birgalikda. Jamallar kutaman kelmasa